Bugun dushanba. Yo'q, Robin dam olmayapti. U shunchaki tushlikdan keyin birpas mizg'ib olayin deb kirib yotib uxladi 15 minut. Men ungacha balkonga chiqib, balkondagi proyektimni qog'ozga tushirishga qaror qildim. Bugun bizda havo juda yaxshi, 25 daraja. Ilhomlanish uchun ayni muddao. Kofeni damladim, qog'oz ruchkani oldim va proyektni chizdim. Men uchun bu juda bir katta proyekt hisoblanadi. Bugunchalik shunchaki bodring ekmoqchiman. Bir tuvakka bodring ekib qo'ysam, bilmadim, kommentariyada yozing, nech kunda bodring chiqib va nech kunda bodring o'sadi.